Assalomu alaykum ustoz. Vaalaykum assalom. Ustozsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, alhamdulillah. Savolim shundan iboratki, hozir managi Kapital bankdan depozit qilayotgandimda, o'zim Aka, Koreyada bo'ldi, edim. aka, shart emas. Yechimini berishdi-ku sizga. Murodjon aka. Yechimini aytdi-ku. 8 qolganimda. Boshqatdan Yo, ko'rib chiqamoqsiz ustoz. yo, videoda berganim yo'q. SMS qilib yozdi gruppaga, Mirjahonni o'zi yozdilar. Hozir sizga Hmm, aytaman mana. Mana Mirjahonni o'zlari yozdilar adashmasam. Mana. Tak, hozir 1 minut. Tak, live threadimiz qani? Live thread. Xo'p, mana Mirjahonni o'zlari aytadi. Assalomu alaykum. Ipak yo'li yoki Hamkorbank Visa kartasida foydalaning. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi depozit qilishda va yechishda deb aytadilar. Ya'ni muammo faqat kapitalda bo'lyapti, okajon. Ustoz yana bitta narsa, boyagi endi hozir O'zbekistonda bo'lmaganligim sababli shu boyagi Binance orqalimi shunaqa savdo qilsak bo'ladimi? Kirdi chiqdi qilsak bo'ladimi? Shunga bir yordam berasizmi deb To'g'risi, so'ramoqchi edimda. men bu narsa bo'yicha bilmayman. Chunki bizda Binance bo'yicha bilasiz, O'zbekistonda ofitsialniy joylar bor, ofitsialniy joydan qilsangiz bo'ladi. Lekin sizlarni davlatingizda, ya'ni siz qayerdasiz hozir bilmayman, Rossiyadami, qayerda deysiz-ku. Koreyadami? Koreyada. U yerda agar sizda bo'ladigan bo'lsa, bemalol Binance'dan qilavering. Uning uchun o'zingiz yo o'sha davlatda qonun qoidalari bo'yicha javob berasiz-ku. Ha. O'zbekistonga keladigan bo'lsa, O'zbekistonda ofitsialniy joylar bor. O'sha yerdan qilsanglar, ertaga muammo bo'lmaydi. Lekin neofitsialniy joydan qilib qo'ysanglar, ertaga javob berishinglar bor. Shuning uchun shu taraflarni ham o'ylab qo'yinglar. Kripto bo'yicha men tushunmayman, akalar. Kripto bo'yicha men hech nima deya olmayman. Tushunarli. Rahmat ustoz, Alloh razı olsun. Xo'p, sog' bo'ling. Atak o'sha depozit bo'yicha kimda muammo bo'layotgan bo'lsa, mana Mirjahonni o'zlari aytdilar. Assalomu alaykum. Ipak yo'li yoki Hamkorbank Visa kartasida foydalaning. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi depozit qilishda va yechishda deb aytadilar. Ya'ni o'sha kartalardan ochtirib o'zingizga shu kartalardan foydalansanglar bo'ladi, akalar. Ustoz, assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. Buxorodan bir Fayzman ustoz, charchamaysiz deyimsiz. Rahmat. Labbi. Ustoz, copy trade bo'yicha hozir bir xil summaga kelib to'xtamadiga, masalan, kimdir $5000, kimdir $10000 nima qilmoqchi masalan, copy trade'da. Men aytdim-ku, bitta summa dedim. Men o'zim shaxsan Men sizga aytdim. Hamma bir xil. Men даже o'zim ham bir xilman. Men o'zim ham 10 ming tashlamoqchi edim. 10 ming tashlayotganim yo'q. Ya'ni bir xil bo'lsin deb, sizda 10 ming depozitingiz bo'lsa ham 1000 tashlaysiz, 20 ming depozitingiz bo'lsa ham 1000 tashlaysiz. Tushuntira oldimmi? Qolganini mana live trade'da bu 10 ming depozit bilan qilaman-ku men, to'g'rimi? Siz ham o'sha live trade'da 10 ming depozit bilan qilsangiz bo'ladi bemalol. Ya'ni men sizlarga lotlarimni tushuntirib berganman. Copy trade'ingizga pul investitsiya qilib qo'ying-da. Live trade'da xohlagan o'sha sizga aytilgan lotlarda kattaroq summangizni bemalol ishlasangiz bo'ladi. Muammosi yo'q. Mirfayz. Assalomu alaykum. Vaalaykum. Ovozingiz eshitilmayapti, aka. Ovozingiz bo'linib kelyapti. Abduvohid gapirasizmi, nima qilasiz? Qolganlarda savol bo'lsa berib turinglar. Bu kimda savol bo'lsa beringlar. Savollar bormi? Hop. Короче говоря, bor narsa nima deydi? Ya'ni men sizlarga mana общий narsani hammasini tushuntirib berdim, qo'limdan kelgancha yotig'i bilan. Endi a? Nima deysiz? Ovozingiz eshitilmayapti.
Ovozingiz uzilib kelyapti. Hop, men bilmayman, bizda mana internetimiz eng yaxshisi qo'yilgan, baribir ham o'sha imенно Telegramda qanaqadir muammolar bo'lyapti. O'shaning uchun agar kimgadir qotib-qotib eshitilayotgan bo'lsa, videoni yozyapman, videoni tashlab beraman, bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hop. Men aytmoqchi bo'lganim, o'zinglarni qiynamanglar. Ya'ni men mana bu narsani o'rganishim kerak, men mana bu narsani o'rganishim kerak, и так далее. Uzr, ozgincha mazam yo'q, o'shanga sal yo'talib, ozgincha burnim anaqa qolma. Endi to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, oldin Instagramga video chiqardim, ko'rdinglar, ya'ni oyna. Ya'ni siz oynasiz. O'zingizni o'zingiz tushunadigan insonsiz. Sizni o'zingizdan ko'ra hech kim sizga yaxshiroq va kuchliroq tushuna olmaydi. Shuning uchun ham akalar, o'zingizlarni qiynamanglar. Sizlarga уже bilim yetarli hammanglarga. Chunki sizlar abadiyda o'qidinglar, abadiyda hamma narsani ko'rdinglar. Sababi abadiyda men o'zim individualniga o'tgan darslarimni ham tashlab berganman. Birortasini qizg'anmaganman, birortasini yashirmaganman. Chunki bu narsani men уже go'rimga ham olib keta olmayman. Yashirib ham hech narsaga anaqa qila olmayman, erisha olmayman. Shuning uchun ham bog'iga hech qanaqa o'sha kurs o'tmaganligim sababli, hech qanaqa dars bermaganligim sababli bu narsa tarqalib ketsa ham, tarqalib ketmasa ham уже menga qo'pol qilib aytganda px. Umuman aloqasi yo'q. Baribir toki men o'zim bu narsani yotig'i bilan o'rgatib, yotig'i bilan tushuntirib, yotig'i bilan daskanalni ko'rsatib bermagunimcha baribir bu narsani tegiga hech kim yeta olmaydi. Shuning uchun ham kimdir tarqatadimi, kimdir sotadimi, kimdir boshqa qiladimi, o'zi menga qiziq emas. Sababi men o'zi boshqa savdo, ya'ni dars bermayman. Shuning uchun ham o'sha kim o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha abadiyga kirib, o'rganib, o'sha har yakshanba men bilan lichni o'zimni darsim bo'lganda, har yakshanba bilasizlar, abadiyga dars bo'ladi. O'shandagina o'sha savollariga javob olib, hamma xato kamchiliklarni to'g'rilab borsa bo'ladi. Endi shuning uchun oxirida nima demoqchiman? Daraxtdan daraxtga sakramanglar. Bo'ldi, yetadi, hamma biliminglar yetarli. Hamma muvaffaqiyatga harakat qilyapti, tushunyapman. Hamma harakat qilyapti. Lekin Alloh taolo aytaylik Azizbek, mana shu o'zinglarni oranglarda aytaman, aytaylik Azizbekka Alloh taolo endi 1 yil bo'lgan bo'lsa, sohaga kirganiga 2-yil berishi mumkin. Aytaylik Quvonchbekka aytaylik ertaga natija berib yuborishi mumkin. Ahmadjonga 1 yildan keyin berishi mumkin. Ravshan akaga, например, 5 yildan keyin berishi mumkin. Ubaydilla akaga, например, 3 yildan keyin berishi mumkin. Ya'ni Alloh taolo hammaga muvaffaqiyatni o'zi yozib qo'ygan vaqti bor. O'sha paytda keladi. Ungacha siz ming yuguring, ming harakat qiling, ming boshqa qiling, kelmaslik ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Chunki Alloh taolo beradi. Sizning niyatingizga, sizning amallaringizga, sizni qilayotgan yaxshi ishlaringizga qarab Alloh taolo o'zi rejalashtirib, sekin-sekin sizga berishni boshlaydi. Endi mana shu sizlar o'zingizlarni muvaffaqiyatinglarni topguningizcha men nimaga imенно copytrade loyihasini ishga tushirdim. Ya'ni imенно o'zim nimaga hamma bilan bir xil ketyapman, nimaga bir xil depozit qilyapman, nimaga bir xillik bilan harakat qilyapman. Sababi oddiy. Ya'ni insonlar toki o'zini yo'lini topgunicha, qanchadir summani yo'q qilib yuborguncha, undan ko'ra bir narsaga to'g'ri, hozirgi paytda $1000 arzimagan pul deyolmayman hamma uchun. Lishra meni hozirgi o'zimni katta depozitimda qotgan savdoyim bilan hozirgi qotgan 1000 depoyim men uchun arzimagan. Bu men uchun, sizlar uchun emas. Ya'ni hamma uchun emas. Bu narsani tan olaman. Ya'ni men nima demoqchiman? Mana shu 1000 ni 3-4 yil ichida o'zingizlar yo'q qilib yuborasizlar. Lekin xuddi shu 1000 ni 3-4 yil ichida o'zingizlar uchun kelajak qilib qo'ysanglar bo'ladi. Даже qo'pol qilib aytganda 1000 ni qanaqadir kriptoga tikib qo'ysangiz ham bunaqa foyda bera olmaydi yoki qanaqadir $1000 ga aks olib qo'ysangiz ham bunaqa foyda 4 yil ichida ola olmaysiz. Biza buni nimaga men bu narsani rejalashtirdim? Ya'ni bu narsani odamlarga
Instagramda ham ko'rsatib boraman. Ya'ni 10 dollardan ishlaymiz. Boshida kuniga 20 dollardan ishlashimizni ko'rib hamma kuladi. Hamma kuladi. Ishoninglar, absolyutno hamma kuladi. Lekin уже biz 2-yilga o'tganimizda ishoninglar hamma boru. O'sha kimdir qo'shilmaganlar, kimdir bizga ishonmaganlar, kimdir tavakkal qilgisi kelmaganlar, kimdir qo'rqqanlar. Men sizlarga mana shu videoni men saqlaytib qo'yaman. Mana bugun 2-may o'zimga saqlanib qilib olib qo'yaman. Kelajakda 2 yildan keyin shu narsani men YouTube'imga, Instagram'imga yana qayerlargadir qo'yaman. 2 yildan keyin o'sha bizani 2 yil oldin ham hozir ham taniyotgan insonlar afsuslanadi. Men mana shu gapimga javob beraman. Inshaalloh men shunaqangi qilaman. Mana shu copy trade'ni odamlarga shunaqa realniy narsani ko'rsatib beraman, что xohlasa ham, xohlamasa ham bu narsaga o'zi qila olmaydi. O'zi qila olmaydi. Nimaga? Chunki biznikilarni уже miyasini, mana shu именно O'zbekistondagilarni уже miyasini hammasini aynitib, o'sha full marjaga keyin qanaqadir biling, 1000 dollar tashab 10 ming qilishga, 10 ming dollar tashab 100 ming qilishga уже hammani miyasini o'rgatib qo'ygan bo'lishadi. Lekin eng qizig'i 10 ming o'sha aytaylik 10 mingta odamni oladigan bo'lsak, 10 mingta odamdan почти o'sha 9000 aytaylik 9,5 mingtasimi, 9200 tasimi ishoninglar oqib ketadi. Oqib ketadi. Yo qarzga kirib ketadi. Yo qanaqadir problemalarga cho'kib ketadi yoki o'sha qo'pol qilib aytganda botqoqlikka botib ketadi. Ama shu narsani yechimini shunaqa qilmoqchimanki, bo'ldi. Hamma narsani faqat bilimga qarating. Bu yoqda oilangizni boqing, o'zingizni hozirgi ishingizni ishlab turib, bu yoqda prosta 3 yil sabr, ya'ni 3 yil umringizni ketkazing bo'ldi, tamom. 3 yil umr o'zida o'zingiz uchun bilib olasiz. Va 3 yildan keyin mana shu proyektdagilar men o'ylaymanki, o'zini maqsadiga, o'zini niyatiga erishib bo'lgandan keyin bizani ham unutib qo'ymaydi. Qaysidir ma'noda meni ham unutib qo'ymaydi degan umiddaman. Bu yog'iga endi inshaalloh 20 kundan keyin boshlaymiz. Yaxshi niyat bilan va Xudo xolasa bu yog'iga bismillohni aytib, live trade'da ham, copy trade'da ham birgalikda sekin olib boramiz. Inshaalloh 3 yildan keyin mana shu video qo'yilganda meni eshitgan odamlar va meni eshita olmagan odamlar hammaligi o'zi uchun qanaqa xulosa chiqarish kerak bo'lsa, 3 yildan keyin o'zi uchun xulosa chiqarib oladi. Уже 3 yildan keyin yoki farqi yo'q, даже 3 yil emas. Уже 3-4 oydan keyin hech kim bizga qo'shila olmaydi. 3-4 oydan keyin hech kim qo'shila olmaydi. Sababi 3-4 oydan keyin уже bizning depozitlarimiz o'sib ketgan va depozitlarimiz o'sha tepaga qarab ketayotgan bo'ladi. To'g'ri, kimdirlar tam 1 yildan keyin ham qo'shila olsa bo'ladi. Ya'ni aytaylik bizning 1 yildan keyin depozitimiz 10 ming bo'lsa, 10 ming bilan qo'shilishi kerak bo'ladi. Ya'ni biz bilan bir xil depozit qilishi uchun. Bu yog'iga akalar, men sizlarga hamma narsani ko'rsatib berdim, hamma narsani tushuntirib berdim. Xulosa o'zingizlarda, anaqa nima deydi, tanlov o'zingizlarda. Men borini berdim, borini ko'rsatdim. Bu yog'iga уже orqaga qarash yo'q. Menda уже maqsad bor, ya'ni bilasizlar, har yili qanaqadir maqsad sari harakat qilgan bo'lsam, bu yog'iga menda endi 4 yillik maqsad bor va mana shu 4 yillik maqsad sari birinchi qadamni bugundan boshlagan bo'lsak, hamma narsani tushuntirish va qilishdan, ko'rsatishdan boshlagan bo'lsak, уже 15 kundan keyin o'sha narsani qilishdan boshlaymiz. Bu yog'iga уже Allohga tavakkal, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, vaqt ortida уже ko'rib boraveramiz. Niyatimiz xolis bo'lar ekan, inshaalloh bu yog'i ham zo'r bo'ladi. Shunaqa gaplar akalar. Kimda savollar bo'lsa beringlar. Savollar bormi?
Savollar bormi akalar? Savollar bormi? Assalomu alaykum Askar aka. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Hoppa. Kirib chiqaychi. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Hop, kim savol beryapti, beringlar. Azamat aka adashmasam siz beryapsiz. Azamat aka qat'iy gapirdilar, qat'iy yo'q bo'lib qoldilar. Hop, qarashu akalar, короче говоря, shunaqa gaplar. Inshaalloh dushanbadan yana pozitsiyalarni, savdolarni boshlaymiz. Xudo xolasa shunga tayyorgarlik ko'ringlar. Juma kuni pozitsiya bermadim, bilasizlar, chunki o'zim ham trade qilmadim. Trade qilish niyatim ham yo'q edi. Juma kuni dam oldim. Xudo xolasa dushanbadan yana boshlaymiz. Asta sekinlik bilan bog'iga yangi maqsadlar, yangi niyatlar, yangi yaxshi harakatlar tomon ketaveramiz. Bismillah aytib. Shu gaplar akalar, xudo xolasa ertaga abadiy gruppani darsida ko'rishamiz. Kim kiradigan bo'lsa abadiy gruppaga kiradi. Bu yerda bizlarni mana individualligimda o'tiradigan bolalar ham bor. Sizlarga ham silkani tashab qo'yaman. Bemalol kirib o'sha silka orqali abadiyni darsida ham o'tirsanglar bo'ladi. Abadiyda bilasizlar, aslında savol-javob, ya'ni darslar videolarni ko'rgandan keyin ularda savol-javoblar bo'ladi. Shu savol-javoblar bo'yicha o'tirib ko'rib chiqamiz, o'tirib hamma darslarni qilamiz. O'shanga kim kiradigan bo'lsa, inshaalloh ertaga yana darsda ko'rishamiz. O'zinglar ehtiyot qilinglar, charchamanglar, kuninglar xayrli va barokatli o'tsin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat ustoz, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Hop, sog' bo'linglar.